El mübarek bade ter, yurtum bugün şanin hem. Bu şeref şanin eretken, bunca ihsanin hem. Assalomu alaykum. Men O'zbekiston xalq artisti, O'zbekiston qahramoni, Senat a'zosi Munojatxon Yo'lchiyeva. Mana shu 45 yillik ijodiy faoliyatimdan agar o'tmishga nazar soladigan bo'lsak, mana shu darajaga yetib kelgunimcha yoki san'atga kirib kelgunimcha bosib o'tgan yo'lim oson bo'lmagan. Albatta, o'ziga yarasha qiyinchiliklar, to'siqlar bo'lib o'tgan va mana shu sahnada bugun siz bilan ko'rishib turishimga sababchi bo'lgan inson. San'at yo'lini tanlashimda menga oq fotiha bergan mening tog'am, onamning ukalari Abdullajon Mavlonov bo'ladilar. Ularning sa'y-harakatlari bilan mana shu san'at yo'liga kirib keldim. Ijodkor ijod yo'lini bosib o'tar ekan, yo'lida har xil to'siqlar, qiyinchiliklar bo'lishi bu tabiiy. Lekin mana shu yo'lda peshqadam bo'lib, yana oyoqqa turib, ijodini, ishini davom ettirish haqiqiy fidoyi insonning qo'lidan kelishi mumkinligini hayotda ko'ryapmiz. Albatta, duoda gap ko'p deb qariyalarimiz juda ko'p gapirishadi. Bejiz emas. Ota-onamning bergan oq fotihasi tufayli men Toshkentga kelib, eng nufuzli oliygohga o'qishga kirdim va Allohim menga shunday bir insonlarni yo'liqtirdiki, bunday ustozlar xalqning nazariga tushgan, xalqning ko'nglidan joy olgan ustoz san'atkor Muhammadjon Mirzayev va ularning farzandlari Shavkat Mirzayevlar edilar. San'at atalmish bu murakkab bo'lgan, milliy musiqa merosimiz bo'lgan maqom yo'nalishini tanladim va o'ylaymanki, bu yo'lda men to'g'ri yo'lni tanlaganligimni guvohi bo'lib turibmiz. Albatta, mana shu yo'lda men ham o'qib, ham ishlab muvaffaqiyatlarga erishdim va ko'p chet el safarlariga borib keldim. Mana shu tashriflarim mobaynida chet ellik muxlislarga ega bo'ldim. Chet ellik do'stlarga ega bo'ldim. Ayniqsa, meni mana shu butun dunyo sahnalariga chiqishimda Fransiya davlati menga katta yo'l ochib berdi. 1991-yili Fransiyaga safar qilganimizdan keyin yana ham mana shu dunyo sahnalariga chiqishga bizga keng yo'l ochildi. Bilasiz, maqom san'ati juda ham murakkab. Buning uchun bu ashulalarni kuylash uchun juda ham kuchli, keng diapazonli ovoz va matonat kerak. Albatta, mana shu xislatlarni rivojlantirish biz ishlash jarayonida, o'qish davomida shakllanib bordik va mana shu muvaffaqiyatlarga erishdik. Mana Fransiyada Teatr de la Ville degan katta bir san'at koshonasi bor. Mana shu yerda o'zimning 3 marotaba katta konsert dasturimni namoyish etdim. Va mana shu namoyishdan keyin menga dunyo sahnalarida ijro etish, katta nufuzli festivallarda qatnashish uchun menga keng yo'l ochildi. Mana shu san'atim tufayli ko'pgina do'stlar orttirdim va ko'p chet el sahnalarida milliy san'atimizni, maqom ijrochiligini, xalq ashulalarini tomoshabinlarga taqdim etdik. Albatta, Fransiya bu san'at o'chog'i deyiladi. 1995-yil katta konsertimdan keyin professor Keren bilan tanishdim va Frederik Brisson bilan tanishdim va bizni do'stligimiz, bizni hamkorligimiz mana shu kungacha davom etib kelyapti. Fransiyaga bo'lgan safarlarimizdan keyin bizni ijodimiz haqida qiziqishlar va mana shunday do'stlarimiz ko'paydi va mana shu slaydda ko'rib turganingizdek professor Keren va Frederik xonim bilan ko'pgina tadbirlarda, ko'rgazmalarda ishtirok etdik. Yuqorida aytib o'tganimdek, fransiyalik muxlislarimiz juda ham bizning san'atimizni yuqori darajada qabul qilishib, nafaqat san'atimizga, bizning tariximizga, bizning urf-odatlarimizga, milliy liboslarimizga shu darajada qiziqishganligini mana biz mana shu Frederik xonimni kiygan liboslaridan ham
bemalol ayta olishimiz mumkin. Frederik xonim o'zbek xalqiga, o'zbek millatiga fidoyiligi tufayli O'zbekiston haqida 3 ta katta bir kitoblarni nashr etgan. Va albatta bugungi kunda O'zbekiston 2030 strategiyasining 41-maqsadida o'zbek milliy san'atini targ'ib qilish orqali mamlakatimizning turizm salohiyatini oshirish ko'zda tutilgan. Albatta bu borada prezidentimiz saylangan kunlaridan boshlab madaniyat va san'atga, maqom yo'nalishiga katta e'tiborni qaratdilar. Yoshlarimizga mana shu san'at, madaniyatni ruhiyatiga kirgizish, ularni shu ruhiyat bilan tarbiyalash borasida yoshlarga katta imkoniyatlar va sharoitlarni yaratib berdilar. Yurtimizda istiqomat qilayotgan va yurtimizda chet qishloq joylarida o'qib yurgan farzandlarimizni qo'llab-quvvatlash borasida yoshlar agentligi orqali Bo'zatov ovozi festivali tashkil qilindi va mana shu festivalda qatnashgan mana bir guruh yoshlarimiz ko'rik tanlovida yuqori o'rinlarni olgan o'g'il-qizlarimizga Italiyaga borib o'z malakalarini oshirib kelish uchun davlat tomonidan shunday imkoniyatlar, sharoitlar yaratib berildi. 2017-yilda qabul qilingan qarordan keyin 2018-yilda Shahrisabzda katta xalqaro maqom anjumani o'tkazildi va prezidentimizning mana shu tashabbuslaridan keyin mana 2024-yilda katta xalqaro maqom anjumani ham bo'lib o'tdi. Bular aynan O'zbekiston 2030 strategiyasining 41-maqsadida maqom, baxshichilik, raqs, teatr yo'nalishlari bo'yicha 10 ta xalqaro festivallar o'tkazish rejalashtirilgan. Bu nima beradi? Bizning yurtimizga mana shunday xalqaro festivallarni o'tkazish turizmni rivojlantirishga, bizning madaniyatimizni, san'atimizni, urf-odatlarimizni butun dunyo ahliga tanitish va albatta chet ellik muxlislarimizni, chet ellik sayyohlarni tashrif buyurishini ko'lamini kengaytirishga olib keladi. Shu bilan birgalikda bizning muammolarimiz ham, kamchiliklarimiz ham bor. Bular haqida ham gapirib o'tirishimiz joiz deb bilaman. Muammolarimiz nimada? Targ'ibotda, televideniya, radio yoki jonli uchrashuvlar, mana shu narsalarni yo'lga qo'ysak, san'atimizni yana ham ko'proq insonlar eshitadi, o'ziga, vujudiga singdiradi. Maqom san'ati bu shunday bir murakkab ijro yo'nalishi. Buning uchun inson tafakkuri keng bo'lishi kerak. Tushunchasi keng bo'lishi kerak. Buning uchun yoshlarimizga mana shu san'atni singdirish uchun biz ustozlar tinmay izlanishimiz kerak. Ularga yo'l topishimiz kerak. Qalbiga yo'l topishimiz kerak. Ijro o'zi nima? Tinglovchiga ijro qilayotgan paytingizda ijrochi bilan tinglovchining o'rtasida bir ruhiy bog'liqlik bo'ladi. Ana shu ruhiyatni bog'lay bilishimiz kerak. Agar ruhiyat bog'lanmas ekan, ijro, siz qilgan ijro tinglovchini qalbini zabt etmaydi. Shunchaki ijro qilish kerak emas. Butun vujudingiz bilan bu san'atga o'zingizni baxshida etishingiz kerak. Yoshlarimiz o'rtasida maqom san'atiga qiziqadigan yoshlarimiz juda ham ko'p. Lekin bu ijodni, bu ijroni ushlab qolish uchun fidoyilik kerak, ham sadoqat kerak va sabr kerak. Agar mana shu jihatlarni har bir ijrochi o'ziga singdirsagina muvaffaqiyatga erishadi. Biz ham yosh bo'lganmiz. Ustozlarimiz agar bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatmaganida, bizni qattiqroq ushlamaganida, biz ham boshqa ko'chalarga kirib ketishimiz bu aniq edi. Shuning uchun men o'ylaymanki, har bir ustoz tarbiya berayotgan shogirdiga o'zini farzandidek qarab, o'zini butun bilimini sarf qilsa, shu farzandga baxshida etsa, ana shu marralarga erishadi. Mana shu maqsadlarga erishish uchun oldimizda qo'yilgan aniq vazifalar bor. Rejalarimiz bor. Mana shularni amalga oshirishimiz kerak. Bular nimadan iborat? Albatta yana ko'plab mana shunday chiqishlar qilsak, uchrashuvlar qilsak, televideniya va radio to'lqinlar orqali maqom
yoki milliy musiqa san'atimizni targ'ib qilsak, mana shu maqsadga erishgan bo'lamiz. 45 yillik ijodiy faoliyatim davomida 30 ga yaqin davlatlarga borib konsert dasturlarini o'tkazdim. Nufuzli sahnalarda o'zimizni san'atimizni targ'ib qildim. Boshqa din, boshqa til, boshqa millat vakillari bizni san'atimizni qanday tushunar ekan degan savol turar edi. Men o'ylaymanki, san'atga, ijroga, ijodga tarjima yoki o'sha boshqa dinligi, boshqa millat vakili ekanligi hech qanday ta'siri yo'q ekan. Bu meni o'zimni ijodiy faoliyatimda amin bo'ldimki, mana misol bilan aytishim mumkin. Fransiyani ko'plab shaharlarida va qo'shni Yevropa mamlakatlarida ijodiy safarlarda bo'lganimda Belgiyada Ayol ovozi degan festivalda ishtirok etdim va mana shu festival doirasida bizga tashkilotchilar ochiq dars o'tib berishni iltimos qilishdi. Biz hayron bo'ldik. Bularga o'zbekcha gapirsak tushunmasa, qaysi tilda gapiramiz? Bular aytdilarki, biz tarjimon bilan mana shu bugungi ijro etayotgan ashulalaringizni festivalga kelib tinglayotgan odamlarni ular bir xonaga yig'ib ochiq dars o'tish kerakligini tashkillashtirganligini bizga ma'lum qilishdi. Ayol ovozi festivalida 3 ayol ishtirok etdik. Men va ikkita hamkasblarim, birlari Eron davlatidan, birlari Arab davlatidan va bilasizlarmi? Men kutgandan go'zal bir holat vujudga keldi. O'zlari san'atkor bo'lmagan oddiy bir uy bekasi yoki maktabda ta'lim beradigan o'qituvchi yoki bir mexanik, mana shunday insonlar 12 nafar yig'ilgan. Va bilasizmi, men o'zim o'zbek tilida bularga nima o'rgatamiz? Ustozlarimiz bilan maslahatlashib, tarjimon bilan maslahatlashib, o'zbek xalq ashulalaridan tanavar yengilroq ashulalarni o'rgataylik deb o'rgatdik va lotin alifbosida yozib ularga ashulani o'rgatdik. Va qarangki, ular bizga maqomdan o'rgating degan taklif berishdi. Men hayratlanib qoldim. Ustozga qarayman, tarjimonga qarayman. Bularga qanday qilib maqomda o'rgatishimiz mumkin? Bilasizmi? Toshkent Farg'ona maqom yo'llaridan bayot degan ashulalarimiz bor. Mana shu bayotlardan 4-chini o'rgatishga qaror qildik va biz yozib so'zlarini ularga o'rgatdik. Bu insonlar shu narsani o'rgandi. Bu bilan men nima demoqchiman? Mana shunday chet ellik boshqa tilda gapiradigan, boshqa dindan bo'lgan insonlar bizni san'atimizni yuqori bir his-hayajon bilan, quvonch bilan shunday ijro etganligi meni yana ham ruhlantirdi. Va aynan mana shu ochiq darsda ishtirok etgan 5 nafar, ya'ni tinglovchilarimiz Toshkentga tashrif buyurishdi va kelib mana shu yerda meni haqimda, hayotim haqida, O'zbekiston haqida kichik bir film olishdi, hujjatli film olishdi. Va keyingi yillarda 2004-yilda bizni Belgiyada festivalga taklif qilishdi. Va qarangki, shu festivalda konsertga chiqishimdan oldin ana shu olingan 20 minutlik hujjatli filmni tomoshabinlarga taqdimot qilishdi. O'zimni ota-onam, uyim, bizni qishlog'imiz, tog'larimiz, o'sha tog'lardan shildirab oqib tushib turgan suvlargacha ko'rsatgan bir hujjatli filmni ko'rib, ko'zimga yosh keldi. Va eng qizig'i, o'sha paytda mening onam olamdan o'tgan edilar. Va kutilmaganda ko'zimga yosh keldi. Bu ham bir tarix. Mana shunday daqiqalar muhrlanar ekan, biz uchun yoddan chiqmaydigan tarixga aylanadi. Mana Frederik meni 30 yillik qadrdonim, do'stim, dugonam. Bunday insonlar juda ham ko'p. Bizning san'atimizga, madaniyatimizga, urf-odatimizga, tariximizga qiziqadigan chet ellik muxlislarimiz juda ham ko'p. Bularni aynan O'zbekiston 2030 strategiyasining maqsadi orqali yana yurtimizga jalb qilishimiz mumkin. Buning uchun bizda bilim, kuch-quvvat
va shijoat yetarli. O'zbekistonning turistik salohiyatini milliy maqom san'atimiz bilan yanada yuksaltirishga ishonaman. Katta rahmat.